Xalq'arا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان باستۇرۇش قىلمىشلىرىنى قاتتىق ئەيىبلەشكە ۋە جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتە قىلىش ئۈچۈن زېمىن ھازىرلاشقا چاقىردى. ئەنگلىيەدە turishliq bu تەشكىلاتنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يازغان ئوچۇق خېتىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىندى. Xəbər qilinishicha, Hong Kong Universiteti Tiananmen maydoni qirg'inchiligini xotirlaydigan haykalni elib etishni buyurgan. Egilanishicha, Daniyalik haykaltirash Jenice Galsjot tarafidan yasalgan nomus tüvrüki Hong Kong Universiteti maktab oilasida 24 yildan buyon ko'rgazma qilingan. Lekin universitet Hong Kong birlashmasi deb atiladigan guruhiga 13-oktyabrgacha bu haykalni elib etishni buyurgan. Ukrayna Prezident Mahkamasining bayonotiga qaraganda, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy 23-ci növbətlik Ukrayna Yevropa İttifaqı başlıqlar yığınından keyin Yevropa İttifaqı Kengashining raisi Charles Michel və Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen bilan birlashma bayonot e'lon qildi. Kiyevda o'tkazilgan başlıqlar yig'inining birlashma bayonotida Qrim tatarlariga qilingan zulm ayblandi hamda Rossiya o'z davlatida va Qrimda qonunsiz tutilgan kishilarni qo'yib berishga chaqirdi. Her yili dunyoning har qaysi joylaridan kelgan siyosiyonlar, akademiklar va mutaxassislarni bir yerga jam qiladigan Yer shari bexatarlik munbirining 2021-yildagi yig'ini Qatarning poytaxti Dohada boshlandi. Yer shari bexatarlik munbiri bu yil hamkorlik va raqobat o'rtasidagi xalqaro bexatarlik, raqobatdagi raqobat va hamkorlik istiqboli temasida o'tkazildi. 20 davlat guruhi rahbarlari tönögün Afg'oniston temasida sinliq yig'in ochgandan keyin Oqsaroy bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonotda Amerika xalqaro jamiyat bilan birlikda davomli Afg'oniston xalqini qo'llaydi deyildi. Xitoyning shimolidagi qurg'oqchilikqa duchor bo'lgan Shansi o'lkasida bir hafta ichida 3 oylik yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir va seldan keyin 120 mingdan ortiq kishi yo'tkalgan bo'lib, 15 odam o'lgan, taxminan 1,800,000 odam ofatga uchirgan. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi qaramog'idagi o'rinlarning New York metrosida biologiyalik va ximiyalik hujumlarga qarshi zaharlik bo'lmagan gaz bilan sinov qilib boradiganligini uqtirdi.